ليث صبور ريح الشهادة. Bugun Allohning kaf tiyib qo'yish fe'li haqida o'rganamiz. Kaffa arab tilida tarqalayotgan narsani qaytarish degani, jamlab. Mana shundan o'zbek tilida ham mana kaf degan so'zni eshitganmiz. Odamning qo'lini kafti deyiladi. Nima uchun? Chunki barmoqlaringizni ochgandan keyin yopiladigan joyi. Arabcha so'z kaffun so'zi. Yani Qur'onda Alloh aytadi: "Kabasiti kaffayhi ilal ma." Bu kofirlar qo'llarini kaftini suvga cho'zgan kishiga o'xshaydi, og'zimga yetsin deb yetmaydi degan. Ya'ni botil ma'budlarga qo'lini duo qilib cho'zayotganda ular unga yordam bera olmaydi. Ana shuni qo'lini suvga cho'zib, suv og'zimga kelsin deyotgan odamning holatiga o'xshatadi. Maqsad aytmoqchimanki, kaf arabcha so'z bu. Nima degani ekan? Tarqalayotgan narsani qaytarish degani. Endi birovdan birovni qo'lini tiyib qo'yishlikni ham Alloh aytadi, kaffa deydi. Alloh haqida 5 o'rinda mana shu ma'no keldi. Birinchisi Moida surasining 11-oyatida: "Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum iz hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum." Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Bir qavm sizlarga qo'llarini yoymoqchi edi. Ularning qo'llarini sizlardan tiyib qo'ydi-ku. Vattaqulloh, shuncha Allohdan qo'rqinglar. Va alallohi falyatavakkalul mu'minun, va mu'minlar Allohgagina tavakkal qilsinlar deydi. Bu oyatning sababi nuzulida 2 xil so'z bor, mashhur. Birinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir kun bir safardaliklarda bir vodiyga tushib daraxtning tagida yotganlar, dam olib. O'shanda kofirlar sekin kirib kelib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida bir kofir turib, qurol o'qitilgan. Kim seni mendan endi himoya qiladi degan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan Alloh deganlar. Haligi qaltirab shunday qo'ldan qilichini tashlab olgan Rasululloh qilichni olib, uni bo'yniga tirab, endi seni kim mendan himoya qiladi deganlar. Mana shu yerda qarang. Sal bo'lsa hozir kirib payg'ambarimizga suiqasd qilib ketishi mumkin edi kofirlar, boshqa sahobalarda ham qilayotgan joyida. Kim o'shalarni qo'lini tiyib qo'ydi? Alloh deyapti. Endi shuni shukronasini qilinglar-da, ana shunday Allohga tavakkal qilinglar, Allohga taqvo qilinglar deyapti. Ikkinchi tafsiri bu oyatning sababi nuzulida Yahudiylar Nabiy sollallohu alayhi vasallamga suiqasd qilmoqchi bo'lishgan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ularning mintaqasiga borib yurgan paytlarida har xil ustida boshlaridan tosh tashlab olib, suiqasd qilib o'ldirib olmoqchi bo'lishganda, Alloh buni payg'ambarga bildirgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar olib yerdan chiqib ketganlar. Mana shunda shu oyat tushgan deyiladi. Mana u zot ularni sizlardan qo'lini tiyib qo'ydi. Bu Allohning bir ne'mati bo'ldi ya'ni. Ikkinchisi Fath surasida, ikkinchi va uchinchisi bu 20 va 24-oyatlarda keladi. Va'adakumullohu mag'anima katiratan ta'khudunaha fa'ajjalakum hadi va kaffa aydiyan nasi ankum. U zot odamlarning qo'llarini sizlardan tiyib qo'ydi deydi. Va huwa allazi kaffa aydiyahum ankum va aydiyakum anhum. U zot ularning qo'llarini sizlardan, sizlarning qo'llaringni ulardan tiyib qo'ydi deydi. Bu ikkisi ham bir o'rinda kelgan Hudaybiya sulhida. Nabiy sallallohu alayhi vasallam umraga bordilar, kofirlar qo'ymadi. Sahobalar urushamiz degan. Urushilsa endi ko'p qatlom bo'lardi, qon to'kilardi umraga kelgan ahvolda. Sulh tuzib qaytib ketildi. Kelasi yil o'sha janjal to'polonsiz ham umra qilindi. 1 yil sabr qilingandan keyin. Ana shu haqida Alloh aytgan. U zot sizlardan ularning qo'lini tiyib qo'ydi, odamlarning qo'lini. Sizlarnikini ulardan, ularnikini sizlardan tiyib qo'ydi. Ya'ni musulmon kofirga zarar bermadi, kofir musulmonga zarar bera olmadi. Makkaning vodisida bo'ldi. Mana yuqoridagi mavzu avvalda o'qigan oyatimiz ham mana shu. Sizlarda ularga qarshi g'alaba bergandan keyin degani, ya'ni musulmonlarning kuchi yetardi aslida urush qilsa. Lekin bu urush uchun kelingan safar emas edi bu. Shuning uchun Alloh musulmonlarning qo'llarini ulardan, ularnikini musulmonlardan tiyib qo'ydi. To'rtinchisi Niso surasining 84-oyatida. Alloh jihodga buyurib aytadi: "Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak va harridil mu'minin asallohu an yakuffa ba'sal ladina kafaru." Alloh yo'lida jang qiling. Siz o'z nafsingizga mukallafsiz. Mu'minlarni targ'ib qiling. Shoyat Alloh kofir bo'lgan kishilarga zararni tiysa deydi. Ya'ni jihod bo'lmasa, kofirlar musulmonga bilgan zulmini qiladi. Mana bugun musulmonlar qo'lda qurol yo'q. Xohlagan kuyiga solib zulm qiladi. Istagandek qamaydi, xohlagan yeriga qamab yuboradi. Kerak bo'lsa yo'q qo'raman deydi-ku, nima uchun mana shu musulmon odamning qo'lida qurol yo'qligidan. Unga kofir bilgan zulmini qiladi. Shuncha Alloh aytgan, Alloh yo'lida urush qilinglar.
O'zingga javobgarsan. Ya'ni bitta men qilgan bilan nima bo'ladi deydi ba'zilar. Mo'minlarni targ'ib qil, sen shunga da'vat qil deyapti. O'zingga javob berasan. Itoat qilish yaxshi, itoat qilishmasa sendan soqit. Nimaga jang qilishimiz kerak desa, Alloh kofirlarga zararini tegish uchun. Ha, Alloh shundoq ham tiyib qo'ysa bo'lmaydimi? Alloh shu kofirlar zararini desa, u kofir Allohga iymon keltirmaydi-ku. Shuning uchun kofirga Alloh bir baloni jo'natib, uni tiyib qo'ysa, u kofir hech qachon o'ylamaydi, menga kelgan mana musibat, menga kelayotgan bu musibat mana mo'minga qilgan zulmim uchun deb. Tabiiy hodisa, tabiiy holat, zilzila shundoq ham bo'ladi, vabo shundoq ham tarqaydi, tabiatga uyadi. Alloh shuning uchun kofirga musulmon qo'li orqali uni qo'lini tiyishni istaydi. Uni zararini tiyishni istaydi, u keyin musulmonga zulm qilishdan to'xtasin. 5-inchisi Moida surasining 110-oyatida Iso alayhisalom haqlarida kelgan. Alloh aytadi: "Va id kafaftu bani Isroila ank." Men bani Isroilni sendan tiyib qo'ydim deydi. Ya'ni ular kirib Iso alayhisalomni o'ldirmoqchi edi. Alloh kishini osmonga ko'tarib qo'ydi. Ular zulmidan u kishini qutqarib qo'ydi, ular zulmini tiyib qo'ydi. Ana shu haqida gapirilgan. Endi bu fildan olinadigan nasibalar. Birinchisi, birovdan zulmini tiyib qo'yish bu Allohning izni bilan bo'lar ekan. Va huvallazi, u zot tiyib qo'ydi. Agar Alloh birovda zulmini bizdan tiyib qo'ymasa, boshimizdan zulm arimaydi. Shuning uchun biz boshimizga kelayotgan har qanday musibatni Allohning kaltagiga deb qarashimiz kerak. Senga kelib kofir zulm qilgan taqdirda ham hattoki Alloh izn bergani uchun qilyapti. Agar Alloh izn bermasa shuni tiyib qo'yardi. Shuning uchun murojaatni Allohga qilish kerak. Yalinishni Allohga qilish kerak. U kofirga yalinganning foydasi yo'q. Kofirga tanazzulot, ya'ni diningdan tushib berganingning foydasi yo'q. Bu sening gunohlaring uchun bir Alloh tomonidan kelayotgan jazo. Agar sen Allohga qaytsang, Alloh uni sendan tiyib qo'ya oladi. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalarida boshidan o'sha kofirlar tiyib qo'ygandek. Odamlar aytadi-ku, bizda hozir atom bombalari yo'qligi uchun kofirlar bizdan qo'rqmay qo'ygan deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ham o'sha kofirlarga yetadigan darajada qurol aslaha yo'q edi. Lekin Alloh tiyib qo'ydimi qarang, yahudiylar zulmini tiydi. Nasorolar Rum imperiyasi bor edi. Majusiylarda Fors imperiyasi bor edi. Xitoyliklar imperiyalari bor edi. O'shalar zulmini tiyib qo'ydimi? Makka mushriklarining zulmini necha martalab tiyib qo'ydimi? Rasulullohga hech narsa qilisha olmadi. Va aksar sahobalar mu'minlarga imoganda din yo'liga ular hozirgidek zarar bera olmadi. Muammo nimada demak? U qurol aslaha yo'qligidagina emas. Muammo Alloh bilan bog'liqlik yo'qligida. Ana shuning uchun Alloh boshimizga ularni qo'yib yuboraveradi. Yoki aksini ham. Bizning qo'limiz ularga yetmaydi. Mana hozirgi janglarda ayniqsa qarang. Hamma shu Isroilni, yahudiylarni yo'q qilgisi keladi, hech kim qo'li yetmaydi. Alloh aytayaptiki: "Va kaffa aydiyakum anhum." Sizlarning qo'linglarni ham ulardan tiyib qo'ygan, ya'ni shu kofirdan. Alloh ekan. Bu qadariy fe'lni tushuntiryapmiz biz. Shar'iy uni halol haromligini emas. Nima uchun shunday qiladi Alloh? Bu ham o'sha musulmonlarda ojizlik, zaifligidan dinda. Musulmonlarda birlik yo'qligidan. Odamlar hozir shu kofirlarga yetishlik imkonsizligidan shikoyat qiladi. Qarasang, o'shalarga yetishlik imkonsizligini o'zlari yaratadi. Hammasi o'zicha millatchilik qilib chegara tortib oladi o'ziga. Hammasi o'ziga alohida qonun chiqaradi. O'ziga podshoh qiladi hammasi. Qarabsanki, bu chegaralar ko'paygan sari u dushmanga yetishlik imkonsizlashib boradi. Bu xotiki chumolini oldiga chiziq tortishga o'xshaydi-da. Chumol yurib ketayotgan paytda oldiga bir qalam bilan chiziq tortib qo'ysang, yo'ldan to'xtab qoladi. O'sha chiziqlardan bir 10 ta tortsang bo'ldi, chumol joyida to'xtaydi, qayerga borishni bilmaydi. Hozir musulmonlar qarshisiga qo'yilgan chegaralar mana shu va shu sababdan kofirlarga yetishlik imkoni yo'q. Ikkinchi nasiba, kofirlarda zararini tiyishga harakat qilish kerak. Bu Alloh tiysa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi deb qarab o'tiravermasdan, buncha aytdiki, qorada aytilgan oyatga amal qilib jihad bo'lish kerak. Qayerda jihad bo'lsa, qisman ana shu yerda zulm kamayadi. Mana Afg'oniston xalqi qarang, nima uchun diniga bizchalik qiynalmaydi? Dunyosiga qiynaladi, bunda zarracha shubha yo'q. Dunyosida qiynalish mu'minning sunnati o'zi. Mu'min odam dunyoda qiynalib yashaydi. Dunyo mu'minning qamog'i deyilgan. Lekin inson musibati dinida bo'lmasligi kerak. Dunyoda bo'lsa mayli. La tajal musibatna fi dinina deb duo qilamiz shuning uchun. Musibatimiz dinimizga qilin. Afg'oniston xalqi qarasang, nashavandi ham soqol kiyib sallaverib yuradi. Buzug'i ham o'sha paranjida yuradi qarasang. Bu yaxshi eshitmayapmiz, lekin nima bo'lganda ham o'sha paranjisidan qiynalgani yo'q shu millat. Nechta imperiyalar bosgan bo'lsa ham ularda. Britaniya bosdi, ruslar bosdi, amerikanlar bosdi, lekin hijobidan, niqobidan imtihon kelgani yo'q ularga.
eng komil mukammal hijobda yuradi. Soqolidan sinov kelganligi yo'q erkaklarni ushlab soqoli olinib. Nima sababdan? Mana shu jihod bo'lganligidan. Jihod bo'lmagan xalqlarda qarasang, mana o'zimizmi, Tojikistonmi, Sharqiy Turkistonmi, vaziyat shu darajaga kelyaptiki, soqol, hijobni qo'y. Odamlar hatto hayit qila olmayapti Sharqiy Turkistonda. Hayit bayram qilish mumkin emas. Masjidlar cho'chixonaga aylantirilgan. Masjid minoralaridan azon o'rniga musiqa tarqatilyapti. Mana bu nima sababdan bo'ladi? Jihod yo'qligidan. Mana Chechenistonni misol qilamiz. Chechenistonda ham jihod bo'lgan. Mayli bu yerda ham ruslar bosdi, nima bo'lsa bo'ldi. Lekin qarasang, baribir soqolga biz tomondagichalik soqol olish ushlab odamlarni paranjini yetirish, hijobni yetirish bu narsa bu darajada emas. Jihod bo'lar ekan, Alloh oyatda aytgandek, asallohu an yakufa ba'sallazina kafaru. Kofir zotning zararini tiyib qo'yadi Alloh ham shunday. Ammo qo'rqoqlar, bu ahmoqlar buni tushunmaydi, munofiqlar buni tushunmaydi. O'ylayki, jihod bo'lgandan keyin zarar keladi, qancha odam diniga amal qilyapti, din amal qilmay qoldi deydi. Jihod yo'qligi dinga amalni yo'qotadi. Endi bu jihodni turi ko'p. Kalom bilan jihod ham shunga kiradi. Amr ma'ruf nahiy munkar bo'lmasa, zolimlar senga istagandek zulmini qiladi. Gapirma deydi hozir ba'zilar. Gapirganda nima foyda deydi? Gapirish zolimning zulmidan hay deyish, uni bir tanobini tortish. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuncha munkarni ko'rsang, qo'ling bilan, qodir bo'lmasang tiling bilan, bo'lmasam qalbingni yomon ko'rdilar. Nima bilandir demak qarshilik, muqovama deydi. Ya'ni zolimga qarshilik bo'lish kerak. Indamaslik buni borgan sari zulmini oshiradi. Uchinchi nasiba, mo'min odam qo'lini tiygandan tiyish kerak. Ya'ni nima degani bu? Masalan, bir odam bor, kofir bo'lsa ham sendan qo'lini tiyib o'tiribdi, indagani yo'q senga. Indamaganga indalmaydi. Shuning uchun Alloh aytgan: "Satajiduna akharina yuriduna ya'manukum va ya'manu qawmahum." Bir odamlar topasizlarki, ular sizlarga ham omonlik berishni istaydi, qavmlariga ham omonlik berishni istaydi. Yoki sizlarga ham ishongisi keladi, qavmiga ham ishongisi keladi. Ya'ni o'rtadagi odamda mo'min ham emas, kofir ham emas. Bu tomonga ham, bu tomonga ham kelib tinch o'tiraylik deydigan bir toifalar bo'ladi-ku. Munofiqlar desangiz ham nima desangiz mana shular. O'shalar haqida aytadi, agar ular chetlanmasalar, sizlarga salomatlikni bermasalar, qo'lini tiymasalar, ular ushlanglar o'ldiringlar. Bundan chiqarik. Agar chetlansalar, qo'llarini tiysalar, biz ularni o'ldirishga buyurilmaganmiz. Ana shuning uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam munofiqlarni o'ldirmaganlar. Ba'zilar aytadi, islom qilich bilan odamlar dinga majburlaydi. Yo'q. Qilich bilan dinga qarshi chiqayotganlarni yo'q qilishga islom buyuradi. Majburlab qilich bilan dinga kirgizmaydi. Sen kirmasang kirma dinga. Bor yo'qol jahannamga ket. Lekin sen bu yo'lga to'g'anoq bo'lma deydi islom. Qo'lingni tiysang, tilingni tiysang yuraver kofir bo'lib, jahannamga ket daf bo'l. Lekin bu dinga qarshilik qilma, odamlarni qayrama. To'rtinchi nasiba, ba'zan inson zulm ko'rganda ham qo'lini tiyishni, tilini tiyishni bilishligi kerak, toki zulm o'sha qo'ling, tiling sababdan battar oshmasin. Masalan, mana Makka davrida musulmonlar qo'llarini ham, tillarini ham tiyishga buyurilgan. Ya'ni qo'l tiyish degandan maqsad jihad qilishga buyurilmagan musulmonlar. Til tiyish degani agar inson iymonni oshkor qila olmasa, iymonni maxfiy qilib yurishga buyurilgan. Toki unga zarar kelib bir yo'l dindan qaytib ketmasin. Mana shu haqida Alloh aytadi: "Alam taro ilallazina qila lahum kuffu aydiyakum va aqimus salata va atuz zakah falamma kutiba alayhimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Ko'rmaysiz bir kishilarni, ularga qo'linglarni tiyinglar, namozinglarni o'qinglar, zakotinglarni beringlar deyilgandi. Ularga jang farz qilingandan keyin ulardan bir firqalar odamlardan qo'rqa boshladilar, xuddiki Allohdan qo'rqqandek, yoki undan-da qattiqroq. Va aytardilarki: "Ey Robbimiz, nega bizga urushni yozding? Bizni yaqin muddatgacha kechiktirsang bo'lmasmidi?" Deydilar. Ayting, dunyo matohi ozdir, oxirat taqvo qilgan kishiga yaxshiroq. Sizlarga qilchalik zulm qilinmaydi degan. Ya'ni mana bir odamlar bo'ladi, ana shunaqangi hozir qo'ling tiy. Foydasi yo'q desang, hissiyotga beriladi-da, uni uradi, buni so'kadi. Keyin boshiga balo kelgandan keyin, "Ey Alloh, nega bunday bo'ldi?" deydi. Mana shular haqida gapirilganda, inson qo'ldan kelmagan narsaga o'zini mubtalo qilish kerak emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La yanbaghi lil mu'mini an yuzilla nafsahu." Mo'min o'zini o'zi xor qilishligi yaramaydi deganlar. Sahobalar so'rashgan: "Ya Rasululloh, qanday mo'min o'zini o'zi xorlaydi?" Rasululloh aytganlarki:
yata'arradu minal bala lima la yutiq. Balodan o'zi toqat etmaydigan narsaga o'zini ro'baro qiladi deganlar. Ya'ni hissiyotga berilib ketib, ayniqsa hozirgi zamonda motivatsiya deydi-ku, ya'ni qo'shig'i eshitibmi, nashida eshitibmi, urushqoq bir roliklarni ko'ribmi, hissiyotga berilib ketadi-da, bu xom semirishga o'xshaydi, ya'ni. Iymon o'ylaydi shuni. U holbuki ko'pik. Keyin mana shundan keyin chiqib hammaga jar solib jihad qilamiz, o'ldiramiz, davlatni yiqitamiz deydi. Keyin ertasi kuniga qarasang, tezidan chiqib kechirim so'rab yig'lab o'tiradi. Bu xom semirish deyiladi. Alloh ayni mana shuni ma'lumot qilgan. Sen xuddiki mana bir odam jismini yog' bilan emas, sog'lom yeb ichib, mashq qilib, jismini bir mushaklar bilan rivojlantirgani kabi, mo'min odam iymonini amal bilan rivojlantirish kerak, hissiyot bilan emas. Ana shuncha Alloh aytayaptiki, vaqt kelganda sen qo'lingni tiyib, namozingni o'qib, zakotingni ado qilishing kerak. Ya'ni iymoningni rivojlantirishing kerak. Iymoning pishgandan keyin sen bu yo'lga tayyor bo'lasan. Hissiyot bilan pishgandan keyin emas. Aks holda, uni yuqorida oyatda aytgandek, nega yozding, nega qilding deb Allohga nega deb e'tirozlar bildirish, dindan qaytish boshlanadi. Shuning uchun diningdan tiyilib qolmasliging uchun vaqti kelganda qo'lingni tiyishni, tilingni tiyishni o'rganishing kerak.